Assalom, yaxshi ot egasini, elini tanitadi deyshadi, lekin uloqchi otni tarbiyalash kishidan mashaqqatli mehnat, bilim va katta tajriba talab qiladi. Boysun tumani Yuqori Machay qishlog'ida yashovchi Xudoyberdi aka ko'p yillardan buyon chavandozlarga uloqchi tulporlarni tayyorlab beradi. Ijodiy jamoamiz vakillari tajribali otboz bilan qiziqarli suhbat uyushtirib qaytdi. Elning yorini oladigan bedov saman tulporlarining chiqishi nafaqat yilqi nasliga, balki otbozlarning mahoratiga ham bog'liq. Xudoyberdi Sattorov yoshligidan otga mehr qo'ygan vohidoshlarimizdan. Qahramonimiz ko'p yillardan buyon xonadonida qorabayir otlarni ko'pkariga tayyorlab keladi. Tajribali otbozning aytishicha, otni tarbiyalash jarayoni xuddi chaqaloqqa qaragandek juda mas'uliyatli yumush hisoblanadi. Ota bobolarimiz ot bilan kelgan. Men ot ustiga katta bo'lgan yigitman. Chobag'onlik qilmaganman, lekin ot chiqarganman. 56 yoshga kirgan bo'lsam, 15 talab ot mindim. Bizga Jo'llan Chobag'on degani o'tdi. Chori Toshboyev Shomat degani o'tdi. Shomat Burgut deb nom oldi. Xo'jadiyak mahallasidan Xurram, Hayd Mahmad, Fazilla bolalar o'tdi. Gazza mahallasidan Saylabo o'tdi. Saylabo davraga kirgandan keyin odamlar, "O saylov kelibdi" derdi. Kelib bu odamni kiyinishini tomosha qilardi. Qizinnavr Kentala degan qishloqlarimiz bor. Bu yerga Chorigov deganimiz o'tdi. Chori Qodir deganimiz o'tdi. Afsonaviy Nadir o'tdi. Hammasi zo'r o'tdi. Ilgari ulardan oldin Qodir Qaroqil dev degani o'tgan. Nazarkarda odamlar o'tgan. Yaxshi bir faxrlanib gapiradigan odamlar bu qishloqlardan yetishgan. Biz bilan zang yo'lda yurgan Jumaniyoz deymiz. Beshqashqa ot egasi. Amurqul aka Jo'rayev mana biz bilan birga hozir ot tarbiyalab hozir 4 oti bor. Oldin bitta qishloqdan jo'nasa 30 ot 40 ot ketardi. O'zga qishloqqa borib ko'pkor chopib kelish uchun otlarda minib ketardi. Hozir hamma erka bo'lib qolgan. Otlarda shundan nari qishloqqa o'tish bo'lsa mashina ortib qo'ygan. Otni minib borsa, dam oldirsa, suv o'tsa, ot minib borilgan ot ochiladi. Minib borgan ot ish qiladi. Mashina ortib borgan ot baribir buk bo'ladi. Bizni Machaydan ketgan qarri kaltadan zuriyat shunday tarqaldi. Chagir degan ot chiqdi. Tanka degan tanka haqida baxshilar kuylab qoldi. Tojikistonga borsa tanka kelibdi deb girdini olardi. Odamlar havas bilan qarardi. Zo'r odamlar shu otni bir minsam derdi. Meni otimni menga mashhur Chobag'onlar. Nursulton Chobag'on kiyik otimni mingan, delfin otimni mingan. Otlarimni ko'p otimni mingan. Mana hozir Boytimor degan otim Qozog'istondan o'tib kelgan, buni minayapti. Mana shu Boytimor degan otimni men o'tgan yil olib keldim. Bir yil hali otimni tarbiya qilyapman. U iqlim bilan bizni iqlimga moslashtirishim uchun. Bizni Qarobayir otimizga biron joyda oti teng kelmaydi. Toshkentdan olib kelasizmi, Qozoqdan olib kelasizmi, Qirg'izdan olib kelasizmi, lekin bizni o'zimizni jaydarimiz. Toza qon Qarobayir otimiz. Ko'p kattarmaydi, o'rta ol bo'ladi, pishiq bo'ladi. Aytgan narsangizni bajara oladigan ot bizni Qarobayir ot. Xudoyberdi akaning xonadonida otning qozig'i bo'sh turgani yo'q. Qahramonimiz shu vaqtga qadar kiyik, delfin, Charles laqabli otlarni parvarishladi. Bu otlar Machay elini tanitib, sovrinlar ayirdi. Bugungi kunda Boytimor laqabli otni ko'pkarilarga tayyorlamoqda. 10-15 ta ot chiqarganman. Afsonaviy kiyik mendan ketgan. Delfin degan otim bor edi. Charles degan otim bor edi. Katta o'g'lim Sardor Chobag'onlikni tanladi. 1,5 ayrada davralarga borsak, o'ting bo'lamiz. Ot tufayli. Ot yaxshi narsa bu. Otga qiziqing. Yigitmisiz, otga qiziqing. Otsiz bizlar o'zimiz tasavvur qila olmaymiz. O'g'lim ham Chobag'on, yana 4 ta o'g'lim bor. 3 tasi shu otni izidan otga qiziqib ketgan. Ketayotgan paytga kiyikka kel kiyik derdim. Chobag'on tushgandan keyin izimdan chiqib ketardi. Nima uchun? O'g'limda nevaram qanday erkalatib shitib erkalatardim. Bitta olma berardim. Kel kiyik deb yugurib ketsam yuguradi. To'xtasam to'xtaydi. Ot shunday bo'ladi. Ot aqlli jonivor. Otga mehr bersangiz, u ham sizga mehr beradi. Meni davraga tanitgan ot. Ot izidan Tojikiston bordik, Turkmeniston bordik. Qirg'iz mana davlatlarga o'tib uloq ko'pkorini tomosha qilib, otlarimiz ayirib kelgan joylari bor. Xursand bo'lganmiz, to'ygalar ayirgan otimiz. Hamma kelib tabriklagan. Qo'shni Qashqadaryoga o'tganimizda shu kiyik degan otim bilan o'g'lim to'ygani ayiryapti-da. Meni tanigan odamim bor, tanimagan odamim bor. Prombo, sizni tabriklaymiz. O'g'lim to'ygani ayirgandan keyin o'zim go'yo xursandman, yig'lab qo'yaverdim.
Nima uchun? Bu ko'rmagan odamlarim kelib meni tabriklayapti. 10 ming kishi, 15 ming kishi tabriklagandan keyin quvonchimni yig'ladim. Xudoyberdi Sattorovning farzandlari ham otga qiziqdi. To'ng'ich o'g'li Sardor Chobog'on uloqqa qo'l cho'zib, el og'ziga tushib chavandoz bo'ldi. Otlarda siri san'ati ko'p bo'ladi. Otlarga mana ko'pkordan chiqib kelgandan keyin nima qilish kerak? Sahalgina e'tibor qilmasangiz otni avara qilib qo'yasiz. Otni oyog'iga suv tushdi deyiladi. Nima uchun suv tushadi? Noto'g'ri harakatdan, noto'g'ri otga qarashlikdan otlarga oyog'iga suv tushadi. Ot mayib bo'lishi mumkin. Otni avoylash kerak. Ot juda nozik narsa. Yaxshi ot chiqarish uchun avvalambor yaxshi biya tanlash kerak. Yaxshi biyaga yaxshi ot tanlash kerak. Biya yaxshi bo'lsa ot chiqadi deydi, bekor gap. Nima uchun do'stimni balasi, metanni balasi, kazo otlarni balasi, metaneki, kiyigeki deb hozir gap bo'lyapti. Endi ko'p ota-bobomiz otlar bilan kelgan gurunglarni eshitganman, davrasiga o'tirganman. Mana shu ishlarni qilsang bunday bo'ladi, buni qilsang bunday bo'ladi. Otning tarbiyasi juda nozik bo'ladi. Ot shunday jonivorki, ot odamni fikrini o'qib turadi. Shu odam kelayotgan paytingizga sizni xohlamasa, aynalma deydi, oldimga kelma. U ham erkalaydi, u ham qichilanadi. Uni ham ko'yniga qarash kerak, uni ham tarbiya qilayotgan pilla uqalash kerak. Manglayini silash kerak, savrisini silash kerak. Ot zo'r bo'ladi. Ba'zi kishilar ot qiladi. 1 kilo jem berdi, otni ochqi deydi. Ot choptirmanglar. Tez ishdan chiqadi. Otni 6 soatga suvini bering. Ot ko'pkordan chiqqandan keyin bir suvla paydab yubor deydi. Bo'lmagan narsa. 5 yilga ishdan chiqadi ot. Unday qilmanglar. Otni qachonki ko'pkordan chiqsa 5 soat kama 6 soat otni shundagina qo'ying, suv bermang. 1 kilogina jengil jem bering. 1 soat, 1,5 soatdan keyin otni egarini o'zing, terginasini oling, uqalang. Ozginagina qoshog'ini samon bering. 4 yoshga kirdi, 5 yoshga kirdi, metanni balasi, qarri kaltani balasi ot bo'lib qoldi deb bosmaslik kerak. Uni ham u yosh balak, uni tarbiya qilish kerak. Sabr qilgan kishi ana shu sabrning mevasini yeydi. Bir mana uloq olib qochirib, shuytib o'rgatish kerak. 8 yoshdan keyin qo'shib boshlash kerak. Ot 10 yoshdan keyin kuchga to'ladi. Ot 15 yoshga darsini o'qib bo'ladi. 15 yoshga ot aytgan ishini qilish kerak. Yaxshi otlar 25 yoshgacha chopadi. Endi yaxshi bunday muhabbat qilmaylik, 20 o'ta bersa yaxshi tarbiya ko'rgan otlar 22 yoshlarga ham chiroyli uloq ayirib chiroyli chopadi. Aytadi-ku, keksalik mo'ralab eshik qoqmoqda deb. U otga ham shunday bo'ladi. Otni ham tarbiyasi yaxshi odamga tushgan ot 24 ga ham ayirib turadi. Egasini xursand qilib turadi. Qarrigandan keyin ayira olmasa armon bo'ladi otga. Armon kimga armon? Ulog'ini qutqarib keta olmagan otga armon. Armon kimga armon? Qo'lidagi uloqni oldirgan chobag'onga armon. Armon bo'ladi. Ot qarrigandan keyin, keksargandan keyin munkiydi. Ag'oyinlar har bir narsani o'zini davri, o'zini kuchi quvvati, o'zini joyi bo'ladi. Nima uchun ot arazlab yeminmay qoladi? Ana u otni shu egasi shu kecha nopok qaragan bo'ladi. Yo'q, haydayotgan pilla chobog'on nopok haydaydi. Otingni o'zingga mengzat degan. Xudoyberdi aka kabi otga mehrni qo'ygan, bu jonivorlar bilan tillashish hadisini olgan otbozlar bor ekan. Tog'lar bag'rida joylashgan So'lim Machay qishlog'idan yana kalta, metan kabi afsonaviy tulporlar chiqib, el-yurt oshib ko'pkari maydonlarida dovruq qozonaveradi. Aziz teletomoshabinlar, biz keyingi dasturlarimizda ham ushbu loyiha orqali viloyatimiz va boshqa viloyatlar hamda qo'shni yurtlarda bo'lib o'tayotgan ko'pkari musobaqalar yangiliklari, o'tmish va bugungi kunda el-yurt oshib oriyat maydonida dovruq qozongan nomdor chavandozlar va saman tulporlar haqida qiziqarli hikoyalar va ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Agar ko'pkari yoki kurash musobaqalarini telekanalimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali jonli tarzda efirga namoyish etilishini istasangiz, 76 kodi bilan 223 54 59 raqamiga murojaat qiling. Musobaqalar professional ijodiy va texnik jamoa tomonidan eng so'nggi dronlar ko'chma televizion stansiya yordamida yuqori sifatda efirga uzatiladi. Siz Surxondaryo telekanalida Ko'k maydon teleloyihasini tomosha qildingiz. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.